Men har doim kechasi uyga kelganimda uxlashga qiynalardim. Tungi soat 3-4 bo'lib ketardi toki meni uyqum kelgungacha. Televizor ko'rardim yoki telefonimda ijtimoiy tarmoqlarni kirib kelardim. Xullas uxlamasdim. Ammo har doim uyqum kelishini his qilib turardim. Men yechim topa oldim Dr. Life ishlatganimdan keyin. Bu kartani shunchaki uyimga qo'yib qo'ydim. Uyimdagi Wi-Fi, telefon, televizor yoki boshqa qaysidir qurilmalar tarqatayotgan radiatsiya nurlarini shunchaki blokladi. Mendan, oilamdan nari qildi. Va men rostdan aytaman sizlarga, tunda uxlashni boshladim. Sizlarga ham maslahat beraman. Bu hech qanaqa turdagi reklama emas, amalda rostdan manfaat bergan narsa bo'lgani uchun uni ommaga o'zim shaxsan olib chiqyapman. Albatta foydalanib ko'ring, uyingizga qo'yib ko'ring, chunki men ham uyimga 15 metr radiusni qoplab oladigan qurilmasini sotib oldim. Hozir 3 ta qo'yib qo'ydim. Onamlar, uyimdagi boshqa a'zolar va to'laqonli uyimni turli xil radiatsiyalardan himoya qilishim uchun.